Assalamu alaykum savatdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun biz sizlar bilan tunji qitimliq darsimizni ishlaymiz. Bugungi darsimiz Uyg'ur tili darsi. Bu darsda biz nimalarni ko'ramiz? Uyg'ur akademiyasining kitobidan elingan tinish belgisi, pash va qisqacha oilam degan maqolani ko'rib chiqamiz. Undaq bo'lsa biz darsimizni boshlashdan burun Abdullah Naymininki ona tilimizni qaysi shaklda hurmatlab izzatlashimiz kerakligi haqida yozilgan she'rininki qisturmasi bilan boshlaylik. She'r bo'lsa, ana til bilgan kishining izzatini qilg'im keladi, ana tilni og'zidan oltin berib olg'im keladi. Bu she'r nayt yaxshi yozilgan va fasohatli bir she'r. Chunki biz o'zimizning ona tilini qadrlagan vaqtimizda Uyg'urligimizni joriy qildira olamiz va bu mengu unutilib qolmaydi. Undaq bo'lsa biz darsimizningki birinchi mazmuni tinish belgisini o'rganib chiqaylik. Bugungi tinish belgimiz pash. Pash degan nima desanglar savatdoshlar? Ekranda ko'rganinglarga o'xshash jumlada tangdosh kelgan so'z va jumlalarning orasiga pash qo'yiladi debdi. Tangdosh kelgan so'z degan nima degan vaqtda oxirga ulinib kelgan so'zlarni biz tangdosh kelgan so'z deymiz. Yana qaranglar, ikkinchi grammatiklik qoidamiz eng oxirgi ikki so'zning orasiga va yoziladi debdi. Ya'ni biz bir jumla o'qigan vaqtimizda keynidan so'zlar kelib, jumla oxirlashadigan vaqtda eng oxirgi ikki so'zning orasiga nima yozganmiz? Va degan qo'shimchani yozganmiz. Masalan, ostidagi ikki misol qarab boqaylik. Birinchisi qaranglar, sumkamda qarindosh, kitob, o'chirgich va ushlag'ich bor debdi. Qaranglar, tangdosh kelgan so'z deganda qarindosh, kitob, o'chirgich. Mana shu tangdosh kelgan so'zga misol bo'la oladi. Va qaranglar, o'chirgich va ushlag'ich bor debdi. Bu jumlaning qaysi bo'ligi eng oxirgi bo'ligi bo'lganligi uchun bu yerga va degan so'zni qo'ydik. Endi ikkinchi misol qarasak, biz o'rmonda to'shqon, maymun, zirafa va tulki yashaydi ekan debdi. Kechiringlar, men biz deb o'qib qo'yibdim-a? Bir o'rmonda to'shqon, maymun, zirafa va tulki yashaydi ekan debdi. Yan tarafga qarasanglar, bu umoq hayvonlarningki ikki tal rasmini qo'yib qo'ydim-a. Birinchisi to'pidagi nima? Zirafa. Ikkinchisi bo'lsa tulki. Unda biz keyingi mazmun qarab chiqaylik. Tekstimi bugun biz o'rgangan tinish belgilariga diqqat qilib, sizlar tepib chiqib boqinglar. Ikkinchi mazmunimiz bo'lsa, savatdoshlar, oilam degan maqolani o'qib chiqamiz. Uningdan burun biz o'zimizning oilasi haqida qisqacha to'xtalib boqaylik. Sizlarning oilanglarda kimlar bor, ular nima ishlarni qildi? Sizlar oilanglarda qaysi ishlarni qilsizlar? Mush haqda menga so'z qilib beringlar. Undaq bo'lsa biz bugun oilam degan maqolani o'qib chiqaylik. Uningdan burun bu maqolani bugungi darsimiz o'rnak dars bo'lganligi uchun men sizlarga o'qib beray. Bizning uyda dadam, opam, singlim, inim va men bo'lib jam'i 5 jon bor. Dadam har kuni ertaganda ishga ketib, kechda qaytib keladi. Ba'zida dadamning bak herib ketganligini his qilaman. Opamning ko'p vaqti tugamas uy ishlari bilan o'tadi. Opam aytgan tomoqlar bak lazzatli. Shunga biz kamdan-kam sirtlarda tomoq yeymiz. Momam bilan buvam yiroqda. Singlim tixi kichik. Biz maktabga manganda u chichiga bir jup qisqushni qisib olgan holda ishga kelib, Xudoyimga amonat deb bizni ustib qo'ydi. Opam meni totliq qo'zam deb erkiltidi. Vazifamni to'liq o'rindagan vaqtimda dadam barakallah deb menga opirin o'qiydi. Men ularni bek yaxshi ko'raman. Tezroq cho'ng bo'lib, ota-onamga yordam qilsam deb o'ylayman. Qaranglar, bu oilam degan maqolada bir o'quvchi o'zining oilasini noyat ro'shan bir shaklda bizga ifodalab, so'zlab beribdi. Undaq bo'lsa, bu tekstning oxirida bizga ikki tal savol so'rabdi. Birinchi savol, bolaning dadasi nimishqa opirin dedi debdi. Buni tekstga qarab sizlar tepib chiqinglar. Ikkinchi savol bo'lsa, bola nimishga tezroq cho'ng bo'lishni orzu qiladi debdi. Buning javobini bizning tekstimizda bor.
Undaq bo'lsa savoldoshlar, keyingi mazmun bugun biz o'qigan Oilam degan maqolada qisqacha 5 dal so'z chiqqandi. Bu so'zlarning ma'nosiga biz qarab boqaylik. Birinchi so'z tugumas. Tugumas degan savoldoshlar, naydi ko'p bo'lgan, sanab bo'g'il bo'lmaydigan, nurg'ulg'an jiq narsalar bo'lsa, biz buni tugumas deymiz. Tugmaydigan narsalar, ya'ni. Ikkinchisi qaranglar, lazzatlik. Lazzat degan nima? Naydi ta'mlik, yeyishlik degan ma'noni bildirdi. Üçüncü sözge qarasanglar, bilim degan söz. Bilim degan sözni biz oddiy qilib insonlar uchun foydali bo'lgan, biz o'rganayotgan har qanday narsani biz bilim deb atasak bo'ldi. To'rtinchi so'zimiz-chu qisquch. Qisquch degan nima? Yan tarafga rasmini qo'yib qo'yganimga o'xshash qizlarningki nayt yaxshi ko'rib chicha qisib oladigan narsani biz qisquch deb ataymiz. Va eng oxirgi so'zimiz kamdan kam. Bu so'z nayt az, ba'zi vaqtda degan ma'noni bildirdi. Lazzatlik degan so'zga misol keltirib, yan tarafga qarasanglar, bizningki Uyg'ur taomlarini sizlarga rasmini qo'yib qo'ydim. Shundan qarab lazzatlik degan so'zning nayt tamlik degan ma'noni bildirganligini bilib olsak bo'ldi. Endi biz darsimizning oxiriga kelgan vaqtda sizlarga qisqina yozma topshiriq berdim. Bugun biz nima ish qilamiz degan vaqtinglarda topshiriqda o'zinglarning oilasini qisqacha qilib bizga yozma topshiriq shaklida topshirsizlar. Yozishda qiynalgan savoldoshlar bo'lsa, oilasini qisqacha videolik shaklda tunishtirib bizga yo'llab bersin bo'ldi. Undaq bo'lsa, bugungi darsimiz shu yerda yakunlashdi. Hammanglar o'zinglarni asranglar. Allohga omonat, xayr xo'sh.